Assalomu alaykum aka-ukalar. Moskva, Primoy, Toshkent, Moskva, Buxoro, Moskva, Sirdaryo, Moskva, Qashqadaryo yo'nalishlari bo'yicha mana qashqadaryolik akamiz, doimiy klientimiz kelib ketadi. Aka, ta'sirotlar qanday? Assalomu alaykum. Joyda yaxshi, yaxshi. Ishonchlimi? Necha yildan beri kelib ketasiz aka? 3-4 yildan beri kelib ketaman. Hamma Ishonchlimi? Yo'llarda azob bermaydimi? Tinchmi hammasi? yaxshi yetib boradi. Tojikistonlik akalarimiz ham bu. Gavzaneton aka Tojik. Raften Dushanbe meri. Rahmat ekalon aka. O'zbekiston Dushanbe. Tog'ajon, assalomu alaykum. Qanday ta'sirotlar? Avtobus yoqdimi sharoitlari? Ishonchli ekanmi? Necha yildan beri kelib ketasiz? 2 yil bo'lib ketamiz. Tinch, yaxshi. Tinchmi? Rahmat. Qancha pul berdingiz avtobusga? 8 million shunday berdik. Rahmat tog'ajon. Mana bu yoqda Buxorodan, Qorako'l, Olotdan akalarimiz bor. Akalar qayerdansizlar? Olotmi, Qorako'l qayerdansizlar? Qorako'l, Olot qayerdansiz aka? Ishonchlimi avtobus? Avtobusga gap bo'lsa mumkin emas. Necha yildan beri kelib ketasizlar akalar avtobus bilan? 7 yil bo'ldi, mana 3 yildan beri shu avtobusda qatnayapmiz. Ishonchli tavsiya qilasizmi Qorako'l, Olotliklarga? Zo'r, chotki gap bo'lsa mumkin. Rahmat akalar, mana oq yo'l, xudo xolasa. Vitamin bo'ladi. Ana kechgacha vitamin bo'ladi. Rahmat akalar. Mana avtobusimiz to'lgan, xudo xolasa 15 minut 20 minutlardan keyin jo'nab ketadi. Aka-ukalar, realni videolarni olib boramiz. O'zbekistonga borib, Buxoro, Karvon bozorga, Samarqand, Ulug'bekka borgan, Navoiyga borgan videolarni ham olib boramiz. Toshkentga kirganlarni ham olib boramiz aka-ukalar. Monitor, zaryadchik ustroylarimiz hamma yog'i bor. Ekranda ishonchli raqamlar bo'ladi, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.